Salom do'stlar, sizlar bilan men Solihu MC do'stlarim. Bu kanalni men yangi ochdim. Ya'ni eski kanalimni tark qo'yib bo'lganman. Hozir bu kanalni yangi ochdim va bu bizning birinchi videomiz. Bu videoda biz nima qilishimiz kerak? Biz o'z davlatimizni quramiz, ya'ni mana hozir bizda birinchi bo'lib Oq uy, ya'ni nima prezident saroyini qurmoqmiz. Endi o'yin uchun albatta. Shunaqa qilib, hozir biz mana shu davlatni qurishimiz kerak. Hozir men birinchi ancha joylarni bitirib bo'lganman. Endi bu yoqni ham bitiramiz sekin. Mana videoga olib mana chetga otdi. Xo'sh. Sizlarga hozir men ikkinchi etajni tanishtiraman. Mana bu yerda ishchilar ishlaydi, alohida xona. Keyin bu dam olish uchun xona. Mana bu yerda siyosiy masalalar hal qilinadi. Bu o'sha xona, o'zingiz bilgan xona. Mana bu yer majlislar bo'ladigan joy. Bu shaxsiy kabinka bo'ladi. Hozir biz ham devorlarni qurib chiqamiz, keyin video yana ketadi. Mana hozirchalik tashqi ko'rinish chiroyli, normal chiqyapti ancha. Endi hozir biz qiladigan ishimiz birinchi bo'lib mamutlarni yopib chiqishimiz kerak. Bitta bu yoqqa qo'yamiz. Bitta mana bu yoqqa qo'yib turib, keyin bu yerga bitta qo'yamiz. Mana bu yerga bitta, mana bu yerga bitta. Bu yoqqa bitta qo'yib chiqsak, shu ishni hozir men chutki bir qurib o'tirmasdan to'g'rilab boraman. Sababi bu 4 etajli anaqa zdaniya. Bittasi oq uy o'zi 4 etaj, endi qolganlari bo'lib ketadi. Hop. Okay. Set. Mana chutki tashlab qilib set relax. Mana shunday qilib to'g'rilab chiqamiz endi. Xo'sh do'stlar, men oynalarni ham qo'yib chiqdim. Hozir endi sizlarga bitta birinchi etajdan boshlab ko'rsatib chiqaman. Lekin hali bitmadi bu. Xo'sh, mana bu resepsiyon, ya'ni qabulxonasi. Mana bu yerda kelgan mehmonlar mana shu yerda kotiba yoki kotib bo'ladi. Shunga uchrashib keyin kirishadi. Bu rasmiy ovqatlanish xonasi, ya'ni ovqatlanadigan xona kirchi. Majlis zali nima qilib ovqatlantirib kiryapti. Hozir men shuni yo'q qo'yaman. Boshim kiraman. Hozir qani mana shu arjumlar. Mana kirchi bu yerda majlislar bo'layotgan aniq ko'rib turishadi. Jonli filmi yoki anaqalarda ko'rishadi. Kirchi kameralar ham bor shuning uchun. Endi bu yerda ko'rsatdim. Bu shunaqa alohida zal, hojatxona, ya'ni bu yoqdan ikkinchi etajga chiqiladi. Va ikkinchi etaj davom etyapti. Mana atlagan turib oynalarni qo'yib chiqish kerak. Xullas, juda ham bir ko'p vaqt oladi. Shuning uchun ham videoni kesib stop, yana mana pauza qilaman, bitib bo'lgandan keyin ko'rasizlar. Xo'sh do'stlar, mana hozirchalik zo'r ketyapti hamma narsamiz. Biz mana o'sha anaqalarni qo'yib chiqdim. Hamma oynalari ichlarigacha, mana anaqa lyustra svetlarigacha qo'yib chiqdim. Eshiklarimizgacha hammasi tayyor. Mana bu asosiy zalimiz, o'sha eng ikkinchi darajali glavniy xona. Hozir endi botlarni jihozlashim kerak. Shuning uchun bizga kerak nimada? Birinchi o'chirtda
table. Albatta, chunki alohida ishxonasi bo'lsa ham birinchi o'chirib tashlab qo'yib chiqishimiz kerak. Hozir qo'yib chiqib keyin videosini tomosha qilasizlar. Hammaga go. Do'stlar, короче, ikkinchi qavatdan bitta vazmasizlar bitta ko'rsatib chiqa. Xo'sh, mana birinchi xonamiz bu. Sizlarga aytganimdek, ishchilarning alohida o'zini xonasi bilan hatto o'tirib bemalol kompyuterligida o'zligini ishlagandan davom ishlab qilishaveradi. Xo'p, dam olish uchun alohida xona bu yerda birasida hech balo yo'q. Shunchaki mana 3 ta monitorli kompyuter. Bot qanaqadir strategiyaga tuzilgan alohida xona, ya'ni strategический xonada bot короче. Bot mana bu xona boya aytganim mana majlislar zali, mana hatto bu mikrofon bekorda qo'yilmadi, hatto o'tirganda gapirishi mantiqli eshitiladi. Keyingi xona mana alohida kabinet, haqiqiy cho'tki bo'ldi mana. Monitor, mana notebook bor, save bor, qo'shimcha aksessuarlar. Короче, shu endi 3-etajda quramiz yoki 2-etajda, lekin normal chiqdi. Do'stlar, agar video davom etishini xohlasanglar, keyingi qismlarni chiqarishimni xohlasanglar, kanalimga hozir tushib obuna bo'lib qo'yinglar, esinglardan chiqmasin. Hammaga rahmat.